Albatta bu yutuqlarga erishishda sizlarning bari poydevoringlar bo'lgan. Sizlar ham talabalik yillarini o'tagansizlar. Bizga aynan hozirgi yoshlarga, talabalarga qanaqa o'zingizlarning fikringlar bor? Biz nimalar qilishimiz kerak? Balki sizlarga o'xshagan mutaxassis bo'lib yetishishimiz uchun. Savolingiz uchun rahmat. Rasman men aytgandek, men ham ish faoliyatimni 30 yil oldin boshlaganman. Bizda paytda bunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Masalan, davlat rahbarlari yoki tuman rahbarlarini uchrashuvda men ko'rmaganman. Bittasi bilan uchrashmaganman. Ularni uzoqdan ko'rardik, televizorda ko'rardik. Sizlarda imkoniyat ko'proq, sharoitdan ko'proq hozir yangi chiqqan farmon anaqalar sizlar uchun qilyapti. Nimaga? Chunki davlatimiz kelajagi sizlar. G'oyalar kamaymasin. Tashabbusinglar yo'qolib qolmasin. Bitta g'oya o'xshamasa yoki bitta ideya to'g'ri kelmasa, keyingisini o'rganglar. Izlanishda yuringlar. Har doim oldinga sarachi, maqsad qilibchi shu maqsadga yuringlar. Men tilayim sizlarga shu. Doim o'qish kerak. Erinmaslik kerak. U farqi yo'q sizni. Qaysi yo'lda bo'lishingiz umuman farqi yo'q. Yurist bo'lmoqchimisiz, rassom bo'lmoqchimisiz. Demak, shu sohani hamma narsani ikir-chikirigacha bilib borishingiz muhim hisoblanadi. Ikkinchi, bu xalaqit beradigan narsa erinchoqlik. Mana shu bitta yo'lda harakatchan deydi, odam o'zida yo'qotmaslik. Talabalarimiz uchun muhim jarayon. Mana shu keyin o'zingizni qiziqishingiz, o'zingizni qobiliyatingizni yo'naltirish. Hozir taklif etdingiz, bizda dasturchilar bor. Hozirgi kunda Oliy sud tomonidan talabalar uchun maxsus huquqiy ilova ishlab chiqilganmi? Aynan mening huquqiy maslahat ochyapmiz. Oliy sudda saytida alohida har qanday savolingizga sun'iy intellekt javob beradi. O'sha muxlislar Alisani o'zbek nimasida davlat xizmatlarida o'shani yuristga o'qiyapti. Hozir sun'iy intellektimiz u kelib o'sha yerda savol bersangiz, mana bunda ma'lum nizolarni qanday sizga hal qilinishi, qancha vaqtingiz ketadi, qancha sud xarajatlari bo'ladi, qanaqa bosqichlardan o'tishingiz kerak, mana shunaqa maslahat beradigan darajagacha bo'ladi. Bu yaqin 1 yil ichida shu ishga tushadi hammasi. Men savolim Nilufar Aymanliga. Yoshligingizga, ya'ni talabaligingizda qaytib qolganingizda qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz va yoshlarga kasb tanlash bo'yicha ma'lumotlar olishingiz? Savol uchun katta rahmat. Men o'ylaymanki, men to'g'ri kasb tanladim deb o'ylayman, chunki otamni roziligidan olganman. Boyasini zaynatda-yu nimaga e'tibor bergan. Avvalambor bo'lishga. Yana bitta narsani ona sifatida aytaman. Ota-ona rozi bo'lsa, o'sha joyda tut qo'yib pala yozasiz, ko'karasiz. Bismillah deb men trend chiqib ketdim, shu gapim bilan qattiq aytdim deyman, lekin qo'rqaman. Bismillah deb boshlasangiz hamma niyatlaringizga erishasiz deb o'ylayman. Agar men orqaga qaytib kelganimda, men o'ylaymanki, mana shu narsani yana tanlagan bo'lardim. Avvalambor peshnet yozgandan qochib qutulib bo'lmaydi deydi-ku. Qatdan men yurist bo'lib turib, hokim bo'lib qolishim. Mana shu yo'lda tanlagan bo'lardim. Keyin siz bilan uchrashgan paytda sizga shu ro'yxatdan chiqqandan mansub shaxslarga biriktirib, juda ham katta yordam bergan